mazmunli tashkil etish. Tadbirimizda ham barchamiz birdan, Vatan mustahkam. Mening qara qampag'im, mening qara qampag'im. Elimning bayramında toyunda Östüm abu boyunda Eş kaygı yok oyumda Kosa kaytıp elimning bayramında toyunda Tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz azizlar. Kishimizga yana bir martaba xush kelibsizlar. Mening qara qalpag'im. Barchamiz birdan vatan mustahkam shiori ostida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga biriktirilgan yoshlar bilan madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlari tashkil etilmoqda. Ushbu tadbirlarning asosiy maqsadi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va qolaversa huquqiy savodxonligini oshirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat. Qoraqalpoq yoshlari juda ham faol ishtirok etib, o'zlarini bilimlarini maydonda sinab ko'rishmoqda. Festivalda bizlar klubimiz bilan birgalikda yo'l harakati targ'ibotiga oid musobaqa tashkil ettirdik. Bugungi ajoyib kunda sizlarni ko'rib turganimizdan quvonchliimiz. Bayram qutlug' bo'lsin deymiz. Ichki ishlar vazirligi yoshlar raqs ansamblini xonandalarini sahnaga taklif etamiz. Layık her adam baktı gülsün dünyada. Qampag'im, mening qara qampag'im. Farhod Qambarga navbatni beramiz, marhamat. Assalomu alaykum yoshlar, sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Olqishlab turamiz qani. Qampag'im, mening qara qampag'im. Qoraqalpoqning nesi bor ekan qimmatli balandroq. Qoraqalpoqning nesi bor ekan qimmatli shortlar. Qampag'im. Eng faol ishtirok uchun Jayxun komandasi. Marhamat, Sardar. Faol shabalaqlar Jayxun komandasi. Aril komandasi birinchi o'rin hamda qimmatbaho siyli sovg'alar hamda 24 million pul sovg'asini yengib oldi. Faol shabalaqlar. O'zbekiston Respublikasi Sodiqul mening Muratbay va Go'zal Oybek qizi. Birinchi o'rin. Bugun Taxtako'pir rayonida barchamiz bir bo'lsak, vatanimiz bir sureni astında ishki ishlar jarisi bo'lib o'tmoqda. Bunda men o'zimni komandam menen jarisda qatnashib chiqdik. 4 komanda qatnashdi. So'ning ichida men bizlar birinchi o'rinda olishga muvaffaq bo'ldik.